Va mening oxirgi savolim janob. Siz menga ruxsat berganingiz uchun Qur'onning ushbu asosiga asoslanib ushbu savolni berishga ijozat bering. Ammo aytganimdek, men Qur'on bo'yicha mutaxassis emasman. Men mutaxassislikka da'vo qilmayman. Meni faqat 4 ta savolim bor. Yana 4 ta savol deysizmi? Yo'q, men bu masalada demoqchi edim. Islomlar mavjud. Ular faqat Xudo tomonidan qo'llaniladi. Kechirasiz birodar, lekin men sizning savolingizni eshitmadim. Uni takrorlay olasizmi? Qur'onda Iso o'zini Xudo deb da'vo qilgan demoqchimisiz? Yo'q, shunchaki men o'zimni fikrimni bildirmoqchiman va sizga savol bermoqchiman, janob. Kechirasiz. Men faqat o'zimni variantlarimni tayyorlayapman. Variant tayyorlayapman deng. Savolimni berish uchun. Yaxshi, bu qanday variant ekanligini bilsak bo'ladimi? Siz professorsiz, shuning uchun men variant tuzishga harakat qilyapman. Men professor emasman, men talabaman. Yo'q, siz talaba emassiz. Sizga savol berishga ijozat bering. Qur'ondan savol tug'iladi.